Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Qishlog'imdan salom. Shahardan qishloqqa kelib, mazza qilib yashab yuribman. Xudoga ming qatla shukr. Borlaringga shukr. Bu videolarimni olishdan maqsad, qo'yishdan maqsad, yoshlarga motivatsiya bo'lsin. Bir ozroq bo'lsa ham yurtimga hissam qo'shilsin degan maqsadda videoroliklar qilaman aziz do'stlar. Yangi kirganlar, tanimaganlar, bilmaganlar uchun bu gap bo'lyapti. Mana shu telefon nomerlarimni qoldirganman. Telefon qilishadi onaxonlarimiz, katta yoshli, duolar qilishadi, shirin so'zlar aytishadi. Oyajonim o'tib ketganlar, rahmatli, lekin ko'nglimni ko'tarishadi, yaxshi so'zlar, duolar qilib. Xudoga shukr. Borlariga shukr har birlarini. Ularning umrlari uzoq bo'lsin, nabiralarini duolar qilib yursin. Mana shu videolarimiz elimizga, xalqimizga manzur bo'ladigan bo'lsa, oldingi videolarimiz biz xursandmiz, parandachilik yo'nalishida hozirroq bo'lsa ham bilganlarimizni aytib o'tamiz, aka-ukalarimiz bilan gaplashib turamiz doim. Shuning uchun lekin bitmagan edi. Mana shu qo'yxonani oddiygina bo'lsa ham endi bu ham bir nima deydi? Borini ko'rsatish kerak. Bu hozir cho'plarni berib qo'yganman, mana barglarni yeydi, arpasini yeydi. Har doim ko'rsatib o'taman. Mana shunday qilib yashayapman. Birinchi marta mana qo'yxona. Oldin temirdan profildan chiroyli qilsa bo'ladi. Bu bepul aziz do'stlar. O'sha paytda bir 15 yil oldin tut daraxtlarni ekkanman. Mana shularni kesib, uyimda ham hamma joyda bor. Mana bunda qilganim sababi hashaylarni tashab qo'yaman. Qo'shin suqib yeyveradi. To'liq bitkazaman. Charchayapman, lekin to'g'ri oson emas. Bitta bu ishni qilmayman. O'taveramiz. Xullas yem pishiraman. Shunaqa ishlar bu. Qiziq ishda. Shularga mana shu bepul qo'yxona yasayapman. Bir so'm ishlatmasdan borida. Cho'plar tashab qo'ysa bo'ladi, hashay tashlasa bo'ladi, bemalol mana. Bunaqa cho'p tashab qo'ysa bo'ladi. Bu tomondan mana reshatka bor edi. Shuni qo'yib suv ichadigan qilaman. Bu yoqda yopaman, bitta eshik qoldiraman bo'ldi. Mana. Bemalol yaxshi bo'ladi. Hali bitgan yo'q, bitgandan yana ko'rsataman. Qishloq sharoitida bu oddiygina. Mana bu yoqqa mana chelakni qo'yib qo'yaman. Buni boshini suqib, balandroqdan qo'yaman. Tagiga tuproq tashab, bemalol suv ichaveradi. Juda endi qing'ir qiyshiq bo'lsa ham qo'yxona, zato quruq qona bo'ladi. Mana shunaqa yangiliklar mana yotgan taxtalardan yasadim shularni. Mana bu yerda hashaylarni o'tgan yili qolib ketgan ekan, ochib oldim. Bular ham qishga zapas bo'ladi. Borga qilamiz mana. Mana endi o'tganlarim juda kattarib ketyapti. O'zim hayron qolyapman. Mana kichkinachalar ham mana bular baliq yegandan kundan kun kattarib ketyapti. Juda katta bo'lib ketyapti. Mana bu kattalarini qaranglar. 1 metr bo'ladi bu turish bu. Mana bunda o'tlarni bog'lab qo'ymasa, bular o'zidan ketdi. Mana, menga maqtanadi bular. Baliq ber deydi-da. Yem ber deydi. Yemni yegandan keyin jim bo'lyapti bular. Chunki oshqozoni, jig'ildori juda katta. Jaydarlarim bilan osh qolsa hammasi ham yopishadi odamga. Mana. Mazza qilib yeyaversin. Tashqari nima qiladi? Hamma joyda o'tdi. Tagigacha. Deylaverlar. Ye. Assalomu alaykum. O'zingdan ketma. Ya. Mana shunaqasi ham bo'ladi, yaxshilik, yomonlik. Mana. Sanlarni asl basharani ko'rib qo'ysa xalq qandayligi, mana ko'rdingmi? 1,5 yildan beri boqaman sanlarni. Mana bular yaxshi. Davolan.
Hayvonda endi nima deysiz onam. Buyini ko'ryapsizlarmi uzunligini? O'rdachilar tepaga chiqib olib. Lekin sizlar ko'rinmaydi, orqamda cho'qyapti mana bular. Ha ketdim bo'ldi. Haydab oldim ha. Bo'ldi yutdinglar. Yaramaslar. Suv berish kerak. Aman. Xullas, nima demoqchiman? Ana shu videolarimda aytib o'taman doim. Bu parranda, mol qo'y boqish bir huzur bag'ishlaydi insonga. Mana bularni qarang. Shunday ulug' qilib qo'yibdi-da insonni Alloh taolo. Qo'lingizga qaraydi mana shular. Ularga qancha mehr berib parvarishlasangiz, shuncha go'zallashib, yaxshilab boraveradi bular. Indutkachalarimiz. Iloyim bular mingtagacha ko'payib ketsin. Shu qiynalgan nimalarga xudo xolasa o'zim uyil ko'paytirsam tarqataman. Bepulga, bepul. Pulga emas, bepulga. Shu niyat qilib qo'ydim. Sizlarga aytib qo'yay shu narsani. Obunachilarimiz hammamiz bitta oilamiz. Ana. Termilib o'tiribdi. Mana, mazza qilib ichadi bular suvni. Suv bilan bularni hayot. Mana bitta befarosat indigimiz bor. Tashqari chiqib kelib, shu lagarni suvni to'kib tashlaydi. Nima deysiz, nima qo'yasiz? Ularni bir suv ichishini birgalar tomosha qilaylik. Zborni komanda. O'yindona bo'la bori. Bu kichkinachalar ham qo'shilib ketdi. Bular aziz do'stlar, bu o'rganyapman, o'zim ham oldin ham boqqanman. Buni nimasi qorini to'ysa, bir-birini cho'qimas ekan. O'sha vitamin yetishmagandan patini ekan. Yaxshi oziq endi. Tabiat qo'ynida ham maza qilib yuriydi-da. Xohlagancha bedaydi kirib. Beda ham endi protein, kaloriyalari kuchli-da. Qurt-qumursqa, boyagi baribir doполнительно don oziq ham kerak ekan. Baliqni qatqotlari juda foydali. 3 ta xo'rozi bormi deyman buni ichiga. 3 ta xo'roz, 4 ta makon bor kattalaridan. Ana kichkinachalardan endi bilmayman, 2 ta xo'roz chiqishi mumkin, bitta makon chiqadimi. Mana bitta qolib ketgan ekan, kelib qo'shildi. Juda go'zal bu makonchalar. Hop. Tovuq tug'yapti, hozir boraman. Mana tog'imizni kilonga tayyorlatib, joy qilib berdim. Samonlar to'shab, tuxum beryapti. Tuxumini olmadim. Yig'ilsin qani. Ko'proq tuxum qo'yash boshlaydim. Topgan joyini gap yo'q lekin tepaga tinchgina. Shoshamiz ham. Sakrab yeyapti. Shunaqa gaplarsiz do'st. Sog' salomat bo'linglar. Hurmatda sizlar. Nimaga savollar bo'lsa bemalol Telegram telefon nomerlarimiz bor. 90 886 0976 telefon qilinglar, batafsil gaplashamiz. Mana qishloq sharoitidan jivoy mana qaranglar. Mana tovuqchamiz tuxum tug'yapti. Shunaqa gaplar aziz do'stlar. Endi ketdik, bularni donini, suvini, yemini berdik, hamma narsasini berdik. Xudo xolasa 1-2 soatdan keyin kelib o'sha qo'yxonani to'liq tugataman. Keyin yana ko'rsatib o'taman. Chunki hozir yana boshqa daraxtimiz bor, uni ham kesib maydalayapman. Juda ko'p mana bu yoqlarni kecha uborga qildim. Shu ish qilaman desam vaqt yetmaydi-da, lekin shunday bo'lgani yaxshi. Mana har kunli dovlar bor. 3 ta,
8 ta tuxumlar. Tinmasang tinasan deydi-ku. Tinmagan odam mana shunday Xudoga shukr qilish kerak yetkazganiga. Shu tashvishi bilan hayot go'zal. Kamchiligi bilan hayot go'zal. Kimdir noliydi, nimadir yetishmaydi, unga bu, menga yo'q deb. Lekin albatta siz ham yetishasiz. Men ham edim sendek, sen ham bo'laversan mendek degan dono xalqimiz. Shuning uchun bizda ham o'sha vaqtida nima deydi? Bo'lmagan imkoniyatimiz qandaydir. Katta bo'lib orzu qilib, oyijonim albatta sen zo'r bo'lasan, hamma narsang bo'ladi deganlar duo qilib ketdilar. Mana Xudoga ming qatla shukr. Kam ko'zsiz yashayuribmiz, yaratganga shukr. Endi mana shu narsalarni ko'paytirib, mana ommaga mana taqdim qilib, Xudo xolasa iloyim ko'paysin. Zoti yaxshi ekan mana shuni. Bir yaxshi zotlardan ko'paytirib, yana olaman, Xudo xolasa ko'paytiraman. Bunda videomizni ham tugatsak bo'ladi, aziz do'stlar. Mana bular mana ikkalasi delovoylar qilyapti menga. Ko'rdingizlar? Mana parandalarimiz boricha. Quyosh to'liq tushadi bu yerga. Quyosh to'liq tushadi. Bu yoqlarni uborka qilib, chiroyli qildim bunda. Boricha. Lekin antibiotik, tabiiy bunaqa narsalar bermayman. Faqat piyoz to'g'rab tashladim, hozir yedi. 4 ta katta piyoz. Olib qo'yaman piyozni qopi bilan 2-3 qop. Sekin-sekin 2-3 oyga yetadi. Maydalab, to'g'rab, qo'shib beraveraman. Shu oddiy usulda boqamiz. Endi o'to'lanlar bilan baliq hozir doполнительный ratsionga kirdi. Oldin bilmasganman. Hozir shu baliq berayotganimdan juda ko'p tuxum tug'yapti. O'sha даже yozishyapti kommentariyada. 7 oyga 7 yil oldin ham qishga ham tuxum bergan ekan. Bittasi boqqan ekan, baliqning nimasini berib. Biz endi beryapmiz shu baliqlarni. Lekin gap yo'q, gapsiz bo'lish mumkin emas. Endi o'rdaklarimiz semirib ketyapti. Bular ham endi tuxumga kirib qolarmi yani. Suv o'zi yo'qmasdi. Baliq deganiga vashsham dahshat bo'lib ketdi bular. Mana. Erim nima deydi? Qo'pol bo'lsa ham aytaman, o'sroq ko'kka arponi bahona degan gap bor bizda. Shuning uchun bahona qilsa, bahona chiqaveradi. Dan kasalik yengib boraveradi insonni. O'sha sindirib boraveradi. Shu Xudoyim taolo hech kimga muhtoj qilib qo'ymasin. Dushmanga zor, do'stga muhtoj qilmasin deydi-ku. O'lmagur o'g'li o'zingdan qolmagur o'g'li deydilar dadam rahmatli. Shu narsalar o'g'it bo'lib qolgan. Shuning uchun harakat qilamiz. Bu kimgadir kulgili bo'lishi mumkin, uyat bo'lishi mumkin, lekin biz mazza qilamiz ana shu narsadan. Kayf qilamiz. Mana mol boqib, qo'y boqib, tovuq, kurka boqib. Shuda hayotda go'zalligi nima deydi? Asalari gullarni ko'rgan ekan. Hayot gulladek go'zal tuyular ekan. Pashsha mana negativ chivillar ular axlatni ko'rgan ekan, axlatdek ko'rinagan. Shuning uchun pozitiv bo'lish kerak. Inson maqsad bilan hamma narsaga harakat qilib, harakat qilsa, albatta natijasi erishadi. Misol halollik, poklik, bu o'gitlarni doim yodda tutib yurimiz, amal qilamiz. Xudoga shukr, birovdan kam, birovdan zo'r bo'lganimiz yo'q, birovdan kam ham bo'lganimiz yo'q. Allohga shukr ming bora. Shuning uchun shukronalik ham bir katta bir bandalik vazifamiz. Mana shu bitta tovuqchamiz bor. Cho'qib tashaganda buni yoshligidan. Shu yak ko'zi yuriydi. Mana zo'rg'a suv ichadi, zo'rg'a don yeydi, lekin harakat qiladi. Shu tinmasdan yeb ichib katta bo'lyapti. Xudo xolasa tuxumga kiradi bu. Videomiz cho'zilib ketdi. Endi video qo'ying aka, ko'raylik deganlaringiz uchun videolar qo'yyapman. Menga YouTube'dan buni foydasi yo'q. Prosta mana shu duolar uchun, aziz siz obunachilar uchun bu videolar qo'yiladi. Uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tibor uchun katta rahmat. Obuna qo'yinglar.